Kecha deyarli hamma qismini ko'rib chiqdik. Lekin yana bitta asosiy qism bor. Mana shuni o'rganib olsak, turli spraytlarni bir-biri bilan axborot almashib olamiz. Uni o'rganishdan oldin bitta oldingi bloklarni takrorlab olaylik. Agar blogi shart tekshiradi va qo'llanishga tushiradi. Buni sherigi esa aks holda shart to'g'ri bo'lsa birinchi qismdagi kodlarni, bo'lmasa ikkinchi qismdagi blokdagi kodlarni ishga tushiradi. Takrorlash siz aytgan songacha takrorlaydi. Ikkinchi takrorlash turi esa shart tekshiradi va agar to'g'ri bo'lsa qayta ishlataveradi, yolg'on bo'lsa ana undan keyin to'xtaydi. Ana endi qanday qilib turib spraytlar orqali xabar bersak bo'ladi. Hop, ko'rayotgan bo'lsangiz ikkita dona sprayt oldim o'zimga. Birinchisi uchayotgan mushuk bor ekan, o'shani tanlab oldim. Ikkinchisi ukki bor ekan. Hop, biz nima qilishimiz kerak? Ketayotganda bu yerga kelganda salom berganda ukkimizda 3 ta kostyum bor ekan, hozir ko'rsataman sizlarga. Birinchisi bizga qarab turgan, ikkinchisi o'ngga qarab turgan, uchinchisi ko'tarilayotgan. Kelayotganda mana shu 3 ta kostyumni o'zgartirib turib, xuddi ukki qochayotgandek qilib turib, dastur tuzishimiz kerak. Birinchi albatta uchayotgandan boshlaylik. Uchayotgan mushukdan. Ismdagi o'zgaruvchi qolib ketgan ekan. Uni men o'chirib qo'yay. Mana bu yerda bossangiz ko'rinib turadi, bossangiz o'chirib qo'yadi. O'chirib qo'ydim. Xo'p. Doimgidek hodisalarga o'tamiz. Yashil bayroqni bosganda. Yashil bayroqni bosganda nima qilish kerak? Bizga har doim mushugimiz chapga qarab turib yurish kerak. Buning uchun esingizda bo'lsa gorizontal chiziq x o'qi bo'ladi, x o'qi bo'ladi va shuni -1 dan o'zgartirish kerak. Bossak mana -1 o'zgardi. Endi buni bir marta emas, doimiy qilish kerak. Boshqaruvga kirib turib har doim qo'yib qo'yaman. Ana endi bosadigan bo'lsak, mana bu mushugimiz uchyapti chap tomonga. Qo'yil, birinchi qism bo'ldi. Endi ikkinchi qism. Ikkinchi qismda nima qilishimiz kerak? Bir o'rtaroqlarga kelganda deylik mana aka 50 va 60 orasida x o'qimizda. Agar mana bu yer 40 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 50 orasida bo'ladigan bo'lsa, qanday qilibdir ukkimizga shunaqangi xabar berishimiz kerakki, ukkimiz o'ngga qarashi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Albatta shart qo'yamiz. Agar x koordinatasini olish uchun harakatlardan x o'zini olib turaman. Harakatlardan x koordinatasi shart qanaqa qo'yamiz? Shartda ana endi biz sizlar bilan faqatgina bir dona shart emas, 2 dona shart qo'yamiz va ularni va bilan bog'laymiz. Va nima qilib beradi? Qachonki chap tomonidagi va o'ng tomonidagi bergan ifodalaringiz to'g'ri bo'lsa, undan keyin umumiy qilib turib to'g'ri beradi va kodlar ishga tushadi. Agar ikkalasidan va'ni chap yoki o'ng tomondagi bittasi to'g'ri bo'lmay qolsa ham ishga tushmaydi. Unga nimaga kerak? Hozir ko'rsataman. Birinchi va'ni qo'yib olaylik. Ana endi olaylik katta belgisini chap tomoniga qo'yamiz mana. Va aytamiz. X koordinatasi 50 dan kichkina bo'lganda va x koordinatasini o'zini nusxalaylik. Qo'shimlar to'xtab turib, x koordinatasi 40 dan katta bo'lganda. Ikkala holat to'g'ri bo'lganda ana undan keyin agar pastda yozadigan kodlarimiz ishga tushadi. Ana shunda 40 bilan 50 orasidagi koordinatalarni olayotgan bo'lamiz. Ana shunda kodimiz ishlaydi va mana shu oralikqa yetganda birinchi o'rinda salom degan messenjerning xabari jo'nataylik ukkiga. Xabar yo'lanishi qanaqa bo'ladi? Xo'p, hodisalarga o'tsayna, eng oxirida xabarni tarqatish. Mana shuni olamiz, agarni ichiga qo'yamiz. Ana endi xabar 1 demaylikda, yangi xabar deb turib, ismini salom deb qo'yaylik mana. Salomni tarqatish, ya'ni salom degan xabar boradi va buni ikki tomondan qabul qilib olishimiz mumkin. Hop, ikkiga o'tamiz. Qabul qilish uchun esa endi yashilni bosmaymizda.
Ana shu xuddi olgan salomni tarqatishni olganimiz tepasida salomni teginganda, ya'ni salomni qabul qilganda degan blok olamizda, ana shu yerga kodimizni yozamiz. Demak, salom berganda biz nima qilmoqchimiz? Ko'rinishini o'zgartirmoqchimiz. Ko'rinishga o'tamiz. Ko'rinishi I will see emas, I will be ga o'zgartir. I will be mana bu yerda 2 o'ngga qarab turgani. Buni 1 ga qaytarib turamiz. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Kelib turib 50 va 40 koordinatasi kelganda o'ngga qarash kerak. Qani. O'ngga qaradi. Ana endi ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkinchi qiladigan keyingi ishimiz bu qanotini yoydirish. Ko'rgan bo'lsanglar, I will be o'ngga qarash bo'lsa, I will see ni ko'rinishi u tepaga qanotini yoyib turgan edi. Va uni qilish uchun yana bitta xabar jo'nataylik. Endi faqat kelinglar bir necha biladi? 30 bilan -20 ni orasida qanotini yoysin. -30, -20. Buning uchun agar nusxalab olamanda to'xtab turamiz. X koordinatasi kichkina bo'lsin -20 dan. -20 dan kichkina bo'lsin. Lekin -30 dan katta bo'lsa, salomni yubormay yangi xabar yozamiz. Ozgincha qoldi deylik. Ya'ni ozgina qolganda qo'lini yuboradi. Endi buni yana oval, ya'ni ikki tomondan qabul qilib olishimiz kerak. Xuddi ya'ni u hodisalarga o'tamiz. Endi salomni teginganda demaymiz-u, ozgina qoldi degan xabarni o'ziga olganda ko'rinishini B ga emas, T ga o'zgartirsin. Ikkimizni ko'rinishini birinchisiga qaytarib turamiz. Endi ishlatib ko'ramiz. O'ngga qaradi. Ozgina qolganda yoydi. Ana endi ozgina qolganda faqatgina yoyish emas, balki haqiqiy qochish uchun tepaga bunda chiqaradigan bo'lishimiz kerak. Buning uchun joyga boramizda ozgina qoldi deganda harakatlarga o'tib turib, X qismi vertikal bo'lsa, Y gorizontal bo'ladi. Hozirda bunimiz mana deylik 28 da turibdi. Biz unga aytamiz qo'shimchasiga 30 tepaga ko'tarildi. Buning uchun X o'qini emas, Y o'qini o'zgartirish olamizda pastga qo'shib qo'yamiz. O'ngga emas, faqat 40 deylik, bizdan nima ketdi. Va ko'rayotgan bo'lsangiz, yangi boshlaganimda hali ham qanotini ochib turibdi. O'shanga yana bitta qo'shimcha kod kiritib qo'yamiz. Hodisalarga o'tib yashilni bosganda ko'rinishi doimiy I will be dan boshlaydi deb aytib qo'yamiz. O'shanda o'zi avtomatik ravishda boshlaydi. O'ngga qaradi. Qanotini yoydi va tepaga chiqib ketdi. Ko'rgan bo'lsangiz, sal tezroq bo'lib qoldi va qirg'in balandlik qilar ekan, o'shanga deylik 20 qilaylik-da. Boshqaruvga o'tib turib, sekinroq chiqish uchun 2 marta takrorlash qilaman. 10 marta takrorlash, 2 marta takrorlash. O'shanda 10 dan tepaga ko'tarilsin va haqiqiy uchayotganga o'xshash uchun ozgina soniya uni sekinlashtirib qo'yaman. 0.1 emas, 0.2 qilib masalan. Va ko'rsanglar, har safar qo'limda bunday qilib turib mushukni tortib olib kelaman, uni ham yo'qotish yo'li bor. Hodisalarga o'tamanda, yashilni bosganda mushugimiz nima qilish kerak? X 165, Y 10 ga borsin deb qo'yamiz. Harakatlardan. Hop, X managa. X 165, Y 11 ga borsin. Yashil bosganda endi qo'limizda olib kelaveramiz, xuddi shu yerda o'zi avtomatik turadi. Endi yashilni borib boshladik. Hop. O'ngga qaradi. Tepaga mana tushdi.
Mana shu eng asosiy bugungi o'tadigan darsimiz. Ana endi bemalol tasavvur qilishingiz mumkin. Faqatgina ikkitasini bir-biriga bir tomonga uchirish emas, balki bir-biri bilan gaplashtirish mumkin. Ma'lum bir sahna tugagandan keyin ma'lum bir xabar yuborib turib, fonlarni yoki boshqa spraytlarni ikkinchi holatga o'tkazish mumkin. Mana shunday qilib turib davom ettirib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.